Oyunu bilasizlar. Shunda Xo'ja Nasriddinda bu tomonida yo'ldan o'tasizlar. Nomi Ko'kaldosh Garden. Bir kelib, bir sinab ko'ringlar, aytganimni balki ma'qul bo'lasizlarga. Ona Buxoro shahrimizni eski shahar niqob markazida joylashgan Ko'kaldosh Garden restoraniga bugun oilaviy kechki tanovvul qilishga kelganmiz. Juda zo'r mana sharoit, tinchlik, xotirjamlik, sokinlik, mana fontan ishlayapti. Mana ajoyib qo'shiqlar. Qulay atmosfera, barchaga ma'qul keladigan chiroyli, mazali taomlar. Menyu juda zo'r ekan. Arzon menyusi. 4-5 kishi kelib, bemalol dam olib ketsangizlar bo'ladi. Ko'kaldosh Garden ma'muriyatiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va barcha aziz buxoroliklarimizni bu restoranga kelishlari